Ming marta o'rgatishim kerak senga. Yo'lida qolib. Stroy bazada akfa ham bor ekan-a. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Stroy bazada akfa do'koni ham bor. Aka sizga qanaqa romlar kerak? Bekda qalbingizni larzaga solayotgan eshik romlar, pardalar hammasi bor. Zalimiz uchun maxsus qilingan akfa eshik. Uncha shunda ham o'tkazmaydi. Derazalarimiz bor mana. Ko'ryapsizmi? U ajoyib ochiladi. Bu ham 2 qavatli, buni ham har xil ranglardan bor. Qaysi shahar ichidagi? Bumi? Antaliya. Mana oynani shunday ochishingiz bilan Qozog'iston ko'rinib turibdi. Qozog'iston emas, bu Parijju. Yana borgim kelyapti. Parijga ham borganmiz. Yo'q, oldin ham borgim kelgan. Ha, yaxshi. Aka endi mana bu eshikni ko'ring. Shunda ochasiz. Bu ham 2 qavatli. Uncha shum o'tkazmaydigan mana bunaqa ramkalarni ko'ryapsizmi? Tillosi yugurtirilgan. Bunaqasi Qobilboyda ham yo'q. Pardalaring ham bormi? Любой turdan pardalarimiz bor. Olgan romingizga moslab shunday qilib beraveramiz. Yaxshi, o'zingizdan tanlab ketsam bo'ladi. Yangam nozidlik bo'lsa, pardani o'rniga jaluzi olaman deysa, mana turli xil jaluzilarimiz bor aka. Bitta xonaga parda, bitta xonaga jaluzi qo'ysam bo'ladi-da, to'g'ri? Bo'laveradi. Endi aka, mana bunaqangi padagonliklarimiz bor. Xohlagan rangingizda, xohlagan turdan buni ham qilib beraveramiz. Men shu rangi yoqdi menga. Mana shu yoqdimi? Bo'ldi. Qosimboy, mana bunaqasi bor. Bular 2 qavatli. Mana bu o'shaning eshigi, lekin bu ochiladi aka. Ranglari yo'diviy, yong'oq daraxtini eslatadi. Lekin mana bu eshikni qo'ysangiz, xotinning ovozi tugul, qo'shnining ovozi ham o'tmaydi. Zo'r mana shu. Ma'qulmi? Mana shu yoqdi menga, rangi yoqdi. Mana shu yoqdi. Ustoshimga patsvet ekan. Patsvet. O'zingizga o'xshagan rangi. Aka, mana bu ham siz ustoshingizga patsvet, bunga ham mana tillosi yugurtirilgan boylarning eshigida. Zaldan chiqay turganingizda, koridoringizda o'zimni ko'ribmida, qarab turib, basharat omon bo'lib-ku aka. Deyishchilar mana shuni olish kerak. Ha. To'g'ri. Xo'sh, shuncha ko'rsatgan narsalar ma'qulmi sizga? Xo'p, ma'qul. Ichidan bitta tanlab olaman. Endi shuncha narsa olganimdan keyin qanaqadir skidka qilib narxni arzonlashtirib berasiz. Bu narsani endi xo'jayindan so'rab qo'yish kerak. 1 minut so'rab qo'ying. Hozir ketib qolish yo'q. Assalomu alaykum xo'jayin. Ming bor uzr. Hozir bitta kelib, takka mahsulotlarimizni hammasidan tanlab bittadan olyapti. Shunga ozgina o'tib berasizlarmi deyishdi. Shunga nima qilay? Ming marta o'rgatishim kerak senga. Yo'lida qolib. Bo'ldi xo'jayin. Jahl qilmang, переживать qilmang, bo'ldi, yes qilamiz.